Biznikida to'liq qatnashdim. Hozir yig'ilish bo'lib qolib, tugashiga yugurib shoshib keldim. Kecha ham ustozimiz juda chiroyli tashkilladilar. Hozir mana videolarga olgan bo'lsalar, ular sekin ko'rishni boshlaymiz hammasini. Xudo xolasa charchamang. Kecha ustozga ham aytganman, charchash yo'q. Bundan buyog'iga kuch-quvvat, Xudo xolasa birga mana shu o'quvchilarimiz 11-sinfgacha birga ishlab, oliy ta'limga joylab, undan keyingi kelajaklarni ham birga ko'rish nasib etsin hammalaringga. Xush kelibsizlar yana maktabimizga. Rahmat. Xo'p. Bugungi taqdirlashimiz davom etadi. Namangan viloyati Mingbuloq tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 51-umumiy o'rta ta'lim maktabida Yangi O'zbekiston gulg'unchalari nomli tadbirda a'lo baholari va topqirligi uchun Hayitaliyev Hikmatillo ushbu tashakkurnoma bilan taqdirlanadi. Namangan viloyati Mingbuloq tumani maktabgacha maktab ta'lim bo'limiga qarashli 51-umumiy o'rta ta'lim maktabi maktabida Yangi O'zbekiston gulg'unchalari nomli tadbirda a'lo baholari va namunali xulqi uchun Turg'unaliyev Nurullo ushbu tashakkurnoma bilan taqdirlanadi. A'lo baholari va namunali xulqi bilan